$89,000 ga Nazarbayning yaxshi lokatsiyasidan mebel jihozlari bilan sotilayotgan fayzli bir xonadonni ko'rsatib beramiz. Ushbu xonadonimiz Nazarbay mo'stidan 3 km kirganimizda Pushkin mahallani boshida joylashgan. Oldida katta bog'lari bor, darvozaxonaga mashina qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari hovlida zeleniy zonalar ham qoldirilgan. Xonadon 2 sotuv yer maydoniga qurilgan, 4 ta xonani tashkil etadi. Qurilganiga 7-8 yil bo'lgan bo'lsa ham yengidek turibdi. Xonadon ichiga kirib, xonalari bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. O'ng qo'limizda birinchi xona bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonadan kattalar yotoqxonasiga o'tsak bo'ladi. Mebellariga, remontlariga e'tibor beringlar. Yengidek turgan xonadon. Koridor oxirisida bo'lsa 15-20 kishilik zal, patologini, balandligi, eniga kengligi ham bitta qarab qo'yasizlar. Remontlariga hech narsa qilmagan yengidek turgan xonadon. Oxirgi xonamiz kattalar yotoqxonasi, ichiga yaxshi yotoqxona mebellari qo'yilgan. Mana shu hamma mebellar xarid qilgan odamga bonus sifatida qoladi. Hovlisida bo'lsa tapchanlar qo'yib o'tirishga ham naves qilingan joylari bor. Tapchanlarni ham tashab ketamiz. Ishvotda hovlining oldi tarafida bo'lsa razdelniy hojatxona. Hojatxona yonida razdelniy sanuzelxona, 2 xonali ichiga shkaflar yasab, zo'r sharoitlar qilib qo'yishgan. Bitta oila mazza qilib yashaydigan xonadon ekan. Oxirgi xonamiz oshxona, yaxshi oshxona mebellari chiroyli uголокda qo'yilgan. Bemalol mashto'da nonushta qilib o'tirsanglar bo'ladi. Xonadon yoqqan bo'lsa videoga like bosib, yoqing.